Piyoz yangiga o'xshaydi. To'g'ri. Voy xonim, qarang. Mahsulotlar uncha ko'p bo'lmasa ham, ular yaqindagina uzib kelinganga o'xshaydi. Ha, haqsan, oldindan tayyorlab qo'yishganga o'xshaydi. Lekin mahsulotlar xuddi o'g'irlanganga o'xshaydi. Nima? Xo'sh, hamma e'tiborini jamlasin. Ya xudo, hamma ishni boshlaganga o'xshaydi. Hozir bizning oldimizga yangiliklar kelyapti. Agar totli taomlar bilan 9 xil shirinlik tayyorlamasangiz, sharmanda bo'lishimiz aniq. Shunday ekan, kuchingizni qo'lga olib, mazali ovqat tayyorlang. Lekin siz aytgan narsalarga ulgurmaymiz-ku. Men faqat soya urug'laridan sho'rva tayyorlashni bilaman. Qolganini kim qiladi? To'xtang, janob. Xo'sh, Kechirasiz-u, lekin nega hammasini biz tayyorlashimiz kerak? chunki sizlarni tanlashmadi. Unda hammamizni uyimizga qo'yib yuboring. Sizni bu yerga olib kelishdi. Ruxsat berishmasa, ketishingiz mumkin emas. Lekin biz jinoyatchi emasmiz-ku. Voy, menga gap qaytarishni bas qilsang-chi. Aytganini qilmasang, kaltak yeysan. Jim bo'lganingiz ma'qul, xonim. Unday bo'lsa, agar buni bajara olsak, uyimizga qo'yib yubora olasizmi? Agar totli taomlar bo'lsa, bo'lishi mumkin. Yaxshi. Mehmonlarning yoshlari taxminan nechida? Nima? Yoshi? Ular nimani yoqtirishadi? Go'sht, baliq? Nimagadir nimalarni yoqtirishadi xullas? Qayerdan bilaman? Gap sochishni bas qiling. Qani tayyorlang. Bo'ling. Qani to'xtang. Ovqat tayyorlash oson jarayon emas, janob. Uni shunchaki tashlab bo'lmaydi. Nima, hammasini borib bilib kelishim kerakmi endi? Shuni istayapsanmi? O'zingiz maxsus odamlar dedingiz, istalgan ovqatni beramizmi? Shaxsan men mehr berib tayyorlayman. Voy, o'lay. Sen o'zi qayerdan kelgansan? Aniq bu yerlik emasman-u. Men shef. Ya'ni men oshpazman, janob. Mehmonlarga ular haqida hech narsa bilmasdan taom torta olmayman. Juda ham jasur qiz ekansan. Nima, boshni og'ritib ishdan qochmoqchi bo'lyapsanmi? Unday niyatim yo'q. Bu yerda tajribali oshpazlar yo'q ekan, shundoq ham. Kerakli mahsulotlar ham yo'q. Biror narsani noto'g'ri qilsak-chi? Buni istamaysiz, shundaymi? Sening so'zlaring to'g'ri. Voy, xudoyim. Xo'sh, nimani taklif qilasan? Mehmonlar haqida ma'lumot kerak. Nimani yoqtirishadi, yoshlari nechida? Bilganingdan so'ng ma'qul keluvchi taomlarni tayyorlay olasanmi o'zi? Mehmonlar ularga taom yoqishini o'zlari hal qilishadi. Men esa o'zimga ishonaman. Mahsulotlar yetarli bo'lmasa hamma. Albatta imkoni bor. Agar mehr bilan tayyorlansa, mehmonlarni xursand qilsa bo'ladi. Yaxshi mahsulotlar har doim ham yaxshi taom uchun sabab bo'la olmaydi. Kelishdik. Lek so'zlaringga javob berishga ham tayyor tur. Bir noto'g'ri qadam boshingni tanangdan judo qiladi. Boshimdan? Unda meni ham bir shartim bor. Shart qo'yyapsanmi? Agarda mehmonlarga tayyorlagan taomimiz yoqsa, barchamizni uyimizga qo'yib yuborasiz. Kelishdik. Qani ortimdan yur. Diqqat bilan quloq sol. Bizning mehmonlarimiz yurtimizdagi qudratli oilalardan bo'lgan Im oilasi. Otasi Soxon yurtimizda ichki ishlarga javob beradi. Uni o'g'li esa bosh kotib Sonji, qirolning qardoshi bo'lgan Malika Xvisukka uylangan. Valiahd shahzodani do'sti. Yoshlikdan birga katta bo'lib, birga ulg'aygan desa ham bo'ladi. Oldinga! Yo'ldan qoch dedim. Qirollik buni istayapti degan holatda juda ham ko'p oilalarni talon-toroj qilishgan. Va taomlarga kelganda juda ham noziktab va qanday mehmon qilishayotganiga juda e'tibor berishadi. Qanchalar harakat qilmasang ham, seni taomingdan xato topish uchun bor kuchi bilan harakat qilishadi. Bu yana nimasi?